Hozir men sizga o'z ko'zingiz sizni qanchalik aldashini isbotlab beraman. Flamingoni bo'yniga chizilgan belgiga yaxshilab qarab turing. Faqat ko'zingizni boshqa joyga olib ketmang. Unda bu eksperiment sizda ishlamasligi mumkin. Videoni oxirigacha belgidan ko'zingizni umuman uzmang. Hatto 1 sekundga ham o'tkazib yubormang. Unda videoni boshidan ko'rishingizga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, papugay pushti, flamingo esa yashil rangda. Eksperimentning eng qiziq joyi shundaki, men hozir videoni oxirida ranglarni olib tashlayman. Miyangiz esa rang yo'q bo'lsa ham rangni ko'rishni davom ettiradi va ranglarni to'g'rilab qo'yadi. Hayot o'zi flamingo pushti, papugay esa yashil rangda bo'ladi-ku, shunday qilib to'g'rilab qo'yadi. Eng qizig'i, o'sha rasmda umuman rang qolmagan paytda shunday ko'rishni boshlaysiz. Vaqt ham bo'lib qoldi. Keling endi eksperimentni sinab ko'ramiz. 3, 2, 1. Mana ko'rib turganingizdek, rasmda umuman rang qolmadi. Rang yo'q bo'lsa ham, lekin miyangiz o'zi rasmda rangni to'ldirib qo'yapti. Agar bu eksperiment sizga o'xshagan bo'lsa, unda videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying.